Bu qaysidir muolajani to'ldiruvchi muolaja emas. Qaytagi YMH terapiyani boshqa muolajalar to'ldirishi mumkin. Qo'llayman. Masalan, meni oldimga bitta bemor keldi. Unda YMH terapiyaga to'g'ri keladigan tashxisda bor. Lekin yana qo'shimcha muolajalardan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, bankalarda vakuumli terapiya, igla terapiya, joma qilish. Mana buni yoniga qo'shimcha terapiya qilib qo'llanadi. Lekin YMH terapiyani yordamchi bo'lib ishlaydigan joylari ham bor. U endi boshqa bir kasalliklarda u alohida mavzu. Masalan, autizmda yoki bo'lmasam genetik kasalliklarda. Chunki nimaga? Hop, genetik kasalliklarda asosan bizani sohamiz genetik nimalar o'zini ishlashadi. Autizmda yoki bo'lmasam shu SPR, ZRR kasalliklarida asosan ular logo markazlar, psixnevrologlar, logopedlar ishlaydi. Bizani muolaja qo'shimcha bo'ladi.